Yana haligi befahm savol beruvchi savol beradi. Ha bo'pti, bunaqa bo'lsa shuncha mashmashani surdi, hisob kitob oldi qoshdini qilmasdan bir yo'li odamni yaratmay qo'yaversa bo'lmaydimi? Allohning qo'lidan keladi-ku, imonga imkoni bor. Desa, ulamolar aytadiki, senga o'xshaganlarga bir nasihat kerak o'zi. Sen dunyoning ishlarini o'lchashda bandani o'lchovi bilan Allohning o'lchovini farqini bilgan. Banda bir ojiz, hech narsaga arzimagan haqir narsa. Uni o'zini o'lchovi bor. Lekin uni yaratgan, undan boshqa barcha mavjudotlarni yaratgan, yaratibgina qo'ymasdan hammasini tutib turgan qabzasida zotni insonni o'lchovi bilan o'lchamagan amalini. Insonni qiladigan ishi nima uchun degan savolga bo'ladi. Men ishlab pul topaman. Nima uchun? Qorni to'yg'izish uchun. Kiyimni but qilish uchun. Yana oshchasini to'playman. Nima uchun? Uy qurish uchun. Nimaga uy qurasan? Oila qurish uchun. Nimaga oila qurasan? Farzand boqish uchun. Demak, nimagaga insonni amali javob bo'ladi. Lekin Allohga nimaga deb bo'lmaydi. Allohga mutlaqo hech qachon nimaga deb bo'lmaydi. Bu nimaga desa, Allohning amalini, bandani amalini martabasiga tushirgan, pasaytirgan bo'ladi. Allohga nisbatan behurmatlik qilgan bo'ladi. Alloh hech narsadan so'ralmaydi. Balki biz so'ralamiz. Va huwa la yus'alu an shay'in wa antum tus'alun. Alloh hech narsadan so'ralmaydi. Nimaga degan savol Allohga berilmaydi. O'zini erki, o'zini qudrati, o'zini hikmati, o'zini bilimi, o'zini go'zal sifatlari bilan nimani xohlasa qiladi. Nimani xohlasa qiladi. O'zini ishi. Birov so'rashga haqqi yo'q. So'raladigan biz bandalarmiz. Nimaga namoz o'qimading? Nimaga roza tutmading? Nimaga falon yaxshilikni qilmading deb so'rash Alloh so'raydi bizdan qiyomat kuni. Shuning uchun Allohning qilgan ishlarini hammasini nimaga uchun, nimaga degan savol berish, demak Allohning sifatlariga shak keltirish bo'ladi. Allohning buyuk sifatlarini, u Alloh yaratgan narsalarni eng zaiflaridan biri bo'lmish insonni sifatiga yaqinlashtirishga urinish bo'ladi. Bu esa mutlaqo mo'min musulmon odamga